Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, Proktolog o'z kanalining doimiy obunachilari. Bugun e'tiborlaringizga bemorlarimizda ko'p uchrab turadigan bir muammo haqida gapirishmoqchiman. Bu muammo anal treshina yoki o'zbek tilida aytganda analni yoriq, ya'ni shilliq qavatning yorilishi haqida ma'lumot bermoqchiman. Proktologiyada kasalliklar bor, dorilar bilan davolash mumkin. Kasalliklar bor, faqat uni operatsiya usulida davolash mumkin. Masalan, faqat operatsiya usulida davolangan kasalliklardan misol keltiradigan bo'lsak, gemoroylar faqat operatsiya usulida davolab bo'ladi. Sevichalar, mazlar, tabletkalar, malhamlar bu gemoroyni davolash uchun kuchi yetmaydi. Ya'ni o'sha sizda misol uchun deylik 3-daraja gemoroy bo'ladigan bo'lsa, siz sevicha, maz yoki shunga o'xshagan gemoroyga qarshi dori vositalardan foydalanayotgan bo'lsangiz va siz aniq bilingki, bu kasalliklarni bu sevicha, mazlar bilan davolab bo'lmaydi. Unda nega sevicha mazlar qo'yiladi deydigan bo'lsangiz, bu sevicha mazlarni qo'yishdan maqsad kasallikni, demak, asoratlarni oldini olish. Asoratlari masalan gemoroyda qon ketishi, tromboz bo'lishi, vasparinna bo'lishi, shu kabi asoratlarni oldini olish maqsadida. Ikkinchi maqsad kasallikni qaysi bosqichda, masalan 3-bosqichda turgan bo'lsa, uni 4 ga o'tishini ma'lum bir darajada bloklaydi, chegaralaydi yoki sekinlashtiradi. Lekin aslo 3-bosqichda turgan tugunni qaytarib ikkinchi bosqichda turgan tugunni birinchi bosqichga qaytara oladigan kuchi yo'q, unaqa imkoniyati yo'q. Hozircha unaqa dorilar o'ylab topilgan yo'q. Yoki shunaqa bir kasalliklardan biri, masalan, svishlar, parapraktitlar. Bu kasalliklarda ham hech qanaqa dori bilan, maz bilan ularni ichini qilib bo'lmaydi, davolab bo'lmaydi. Bu kasalliklarning davosi faqat va faqat operatsiya usulida. Siz reklamalarda, Instagramlarda, ijtimoiy tarmoqlarda, masalan, YouTube orqali juda ko'p videolar ko'rasiz. Gemoroyingiz bormi? 10 daqiqada xolos bo'ling. Gemoroyingiz bormi? Bu kursda olsangiz bunaqa bo'lib ketasiz. Gemoroyingiz bormi? Garantiya beramiz sizga 1 oyda yaxshi bo'lib ketasiz degan reklamalar chiqib qoladi. Men sizga vrach mutaxassis sifatida aytishim mumkinki, hech qanaqa dori, maz, sevicha, tabletka, malham, giyoh yo'q gemoroyni to'liq davolaveradigan. Oxirgi yechim, oxirgi demak usul faqat operatsiya va operatsiya usulida bu kasalliklardan qutulish mumkin. Lekin proktologiyada yana bir tur kasalliklar borki, ularni dorilar bilan, mazlar bilan davolash imkoniyati bor. Shulardan biri va eng ko'p uchrab turadigan muammo bu anal treshina, ya'ni analni yoriq. Bu kasallikni biz oldingi videolarda ham aytganmiz, davolashni 2 usulda olib borish mumkin. Ya'ni birinchi usuli konservativniy, o'sha mazlar bilan, sevichalar bilan. Ikkinchi usuli bu operativniy, operatsiya qilish orqali. Qachon mazlar, sevichalar bilan davolash mumkin? Qachonki treshina, anal treshina surunkali formaga o'tib ketmagan bo'lsa. Surunkali formaga o'tganini qayerdan bilamiz? Surunkali formaga o'tganini birinchisi taxminiy o'lchov. Kasallik birinchi belgilari paydo bo'lgandan boshlab 2 oy muddatda sizda shu holat kuzatilib yurgan bo'lsa, demak bu hali o'tkir davrda kasallik. Agar kasallik 2 oydan oshib ketib qoldi, masalan 3 oy, 4 oy, 5 yil, 10 yil, mana shu holatda treshina bilan og'riyapsiz. Demak bu vaziyatda kasallik surunkali formaga o'tib ketgan hisoblanadi. Bu sanaga nisbatan bilish. Ikkinchi bilish usuli buni vrach biladi. Qabulga kelgan paytda vrach tekshirib ko'radida, kasallik o'tkir formada turibdimi yoki surunkali formaga o'tib ketganligini vrach sizga aytadi. Buni qanaqa biladi deydigan bo'lsangiz, bunda hech qanaqa apparat yoki nimadir bir sxemalardan foydalanmaydi. Shunchaki vizualni ko'riladi, treshina yara holatini baholanadi, ya'ni yarani atrof to'qimasi chandiqlangan, granulation to'qima o'sib ketgan, fibrozlangan to'qima yoki treshina chuqur yirtilib ketgan, ellipsimon yirtilgan bo'lsa, treshina bitta chiziqda emas, xuddi bir qovunni kesib olgandek ellipsimon yirtilish bo'lgan bo'lsa, demak bu уже xronический formaga o'tib ketgan treshina hisoblanadi. Bunaqa xronический formaga o'tib ketib qolgan treshinani dori bilan davolash imkonsiz demaymanki, juda qiyin. Masalan, biz shunaqa formadagi treshina bilan kelsa bemor, unga dori yozib berayotgan vaqtimiz va unga tushuntiramizki, sizda kasallik xronический formaga o'tib ketib qolgan aka. Endi bu kasallikni dori bilan davolash ehtimolligi masalan 20-30%. Garantiyasi deb, garantiya degan so'z ko'pchilik yaxshi biladi-ku. Nima deganim 20-30%? Mana 10 ta bemor sizni holatingizda, sizni kasalligingizda, sizni vaziyatingizda 10 ta bemor kelsa, shu 10 ta bemorga mana shu lechinadan foydalansak, shundan 2 tasi, 3 tasi yaxshi bo'lib ketishi mumkin bez operatsiya. Qolgan aniqki 7 ta, 8 tasi yaxshi bo'lmaydi, uni operatsiya usulida demak hal qilish kerak. Lekin kasallik o'tkir davrda bo'ladigan bo'lsa, endi yirtilgan, 1 oy bo'lgan yoki 1,5 oy, 2 oyga yaqinlashgan kasallik, hali atrof to'qimasi chandiqlanmagan, granulation to'qima o'smagan turdagi treshina bo'ladigan bo'lsa, unda lechina yozib bersak va lechinani to'g'ri taktika bilan yozsak, to'g'ri lechina qiladigan bo'lsak, kasallikdan qutulib ketish mumkin. Bu shunchaki mif emas, sizni qiziqtiruvchi aytiladigan gap emas. Bu haqiqiy real hayotda bo'lib turgan narsa. Faqat vaqtida murojaat qilish kerak-da, vaqtiga o'tkazib olish kerak emas kasallik. O'zi yaxshi bo'ladi, o'zi tuzalib ketadi degan narsaga hech qachon ishonmang.
hech narsa o'zidan o'zi yaxshi bo'lmaydi. Bo'lib ham orqa anal sohadagi kasalliklar o'zidan o'zi yaxshi bo'lmaydi. Nimaga yaxshi bo'lmaydi? Bilasizmi? Masalan, qo'lingizda yara bo'lsa, kesilsa, e'tibor bersangiz, bermasangiz yaxshi bo'lib ketadi. Lekin anal sohadagi orqa teshikdagi kasalliklar kamdan kam holda o'zidan o'zi yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Odatda yaxshi bo'lmaydi. Sababi siz har kuni bo'lmasa ham kun ora yoki 2 kunda bir hojatga kirasiz. Ichingiz keladi, hojatga kirasiz, yaralar, o'sha joydagi muammo, gemoroid, treshina, umuman boshqa kasalliklar axlat bilan bevosita kontaktda bo'ladi. Axlat bilasiz, eng gryazniy narsa, eng bakteriyaga boy, infeksiyaga boy narsa. U infeksiya gryaz hech qachon yarani bitkazishga qo'ymaydi. Bu birinchidan, ikkinchidan mexanik ta'sir qiladi. Ya'ni masalan, treshina yopilyapti, axlat keladi, yana ochaveradi. Yopiladi, axlat keladi, yana ochaveradi. Mana shu holatda kasallik davom etib, surunkali formaga o'tib ketib qolishi mumkin. Agar o'sha 2 oy muddatda bemor murojaat qilsa va unga to'g'ri taktika bilan lechina qilsak, o'sha lechinaning tarkibida nimalar bo'ladi? Masalan, spazmga qarshi dorilar albatta qo'shish kerak. Yarani bitkazuvchi dorilar albatta qo'shish kerak. Hop, yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa unga qarshi dorilar. Hop, infeksiya tushgan bo'lsa, yiringlash boshlagan bo'lsa, antibiotik terapiyasi va shunga o'xshagan bir qancha tabletkalar ko'rinishidagi dorilarni berish orqali kasallikni, demak, yopib yuborish mumkin, yarani bitkazib yuborish mumkin. Ya'ni operatsiyasiz davolab yuborish mumkin. Odatda o'tkir davrida murojaat qilgan bemorlarning 70-80% shunchaki biz operatsiya, biz nichivo davolanib ketishadi. Ya'ni ularga operatsiya hech qanday ehtiyoj shart emas. Yana aytaman, bu yerda to'g'ri lechina qilish kerak. Siz aytishingiz mumkin, men hamma lechina qilib ko'rdim. Nima lechina qildingiz deb so'rasangiz kasaldan, u aytadi, Livamicol ishlatdim, Ablipeko ishlatdim, Giparin ishlatdim, Vishneskiy ishlatdim, Relief ishlatdim, chakanda yog'ini ishlatdim, zaytun yog'ini ishlatdim. U eshitib tursangiz, meditsinadan xabar yo'q odam bo'lsa, "Oho, shuncha dori ishlatdik" deydi. Aslida olganda treshinani bitkazish uchun hech narsa ishlatilmagan. Treshinani davolash uchun hech bir dori ishlatilmagan. Tushunyapsizmi? Masalan, deylik, siz yo'tal bo'lib qolgansiz, yo'tal yuribsiz. Bemor oldiga keldi, doktor yo'talim qolmayapti. Nimaga? Shuncha dori ishlatdim, to'xtamayapti. Nima dorilar ichdingiz? Endi sodda tilda tushuntirayman. Nima dorilar ichdingiz? Qorin og'ir dori ichdim, buyuragimga dori ichdim, siydik-gullarni yaxshilagan dori ichdim, ichimlik kelishini yaxshilagan dori ichdim. Tushunyapsizmi? So'zni eshitib tursangiz, "Oho, shuncha dori ichyapti-ku" deysiz. Lekin aslida mana bu sanab o'tgan dorilarning birontasi yo'talga qarshi dori ichilmagan. Hammasi qorin og'rig'iga ichgan, boshqa kasalliklarga, boshqa kasallikka ichgan, lekin yo'talga qarshi dori. Xuddi shunday treshinani davolash uchun tepada sanab o'tgan dorilarning hammasini ishlatib ko'rdim degan bemorni surishtirib ko'rsangiz, aslida treshina uchun hech bir dori ishlatilmagan. Ya'ni to'g'ri lechina qilmagan. Siz aytishingiz mumkin, doktor yozib berdi deb. Ha, doktor borgan doktoringiz balki xirurgdir. U proktologiya sohasida mutaxassis emasdir. Proktologiya umuman meditsina kundan-kun rivojlanib ketgan. Hamma o'zining sohasida kunlik ravishda o'sadi. Ya'ni bir ma'lumot chiqadi, internetda qaraysiz, bir konferensiya boradi, yangi dori chiqadi, uni ishlatib ko'rasiz, bir qanaqadir kasallikdan rezultat olasiz. O'zimizda emas, Yevropada, Rossiyada, umuman boshqa joyda qanday davolash, yangi davolash taktikalari paydo bo'ldi, undan xabardor bo'lasiz. Ya'ni bundan mutaxassis xabardor bo'ladi-da. Shuning uchun mutaxassis sizga to'g'ri taktikada, to'g'ri lechina qilib bersa va siz treshinada to'g'ri tuzalib ketishingiz mumkin. Aks holda boyagan gap kasallik xronik formaga o'tadi va uni keyinchalik operatsiya qilish kerak bo'ladi. Shu yerda bitta savol bor. Endi bugungi mavzuni asosiy muhokamasiga o'tadigan bo'lsam, endi aynan gapirmoqchi bo'lgan gapimga endi keldim. Xo'p, ba'zan bemorlar o'tkir davrida biz to'g'ri lechina qilib beramiz. Lechina qilib beramiz, dorilar yozib beramiz, mana shunaqa tushuntiramiz, 20 masala 20 yarim soat bemorga tushuntiramiz, qanaqa foydalanish kerak, nima qilish kerak, qaysi qachon qo'llaniladi, hammasini tushuntirib berganimizdan keyin bemor deylik bir 2 haftadan keyin qayta ko'rikka keladi yoki telefon orqali yoki Telegram orqali murojaat qiladi. Doktor, menga lechina qilib berdiz. Hop. Lechina qog'oz tashlab berishadi yoki olib kelishadi. Ko'ramiz haqiqatan lechina qilingni. Lekin men tuzalmadim. Qaraysiz, treshina o'tkir davrda boshlangan, hech qancha bo'lmagan, lechina to'g'ri ketadi, lekin kasal nimaga tuzalmayapti? Savol paydo bo'ladi, haqli. Ana undan keyin bu yerda bemordan sekin so'rab surishtirsangiz, ya'ni nimaga tuzalmayotgan sababini qidirishga harakat qilasiz endi albatta. Boshqalar tuzalyapti, nega siz tuzalmay qolyapsiz degan savolni o'rtaga qo'yib sekin surishtirishni boshlasangiz, bemorlarning eng asosiy kamchiligi shuki, siz yozib bergan dorilarni o'zini ola olmaydi yoki topa olmaydi yoki o'rniga boshqa dori olib ishlatgan. Eng asosiy kamchilik shu. Ko'pchilik bemorlar o'ylaydiki, ko'pchilikning miyamga shunaqa fikr singib qolganki, go'yoki doktor sizga dori yozib bersa, qaysi firmaning dorisini yozib beryapti. Doktor undan manfaatdor deysiz. Aslida shunaqami? Aslida hamma ham shunaqa deb o'ylaysizlarmi? Aslida hamma vrach ham shu qaysi firmaning dorisini yozib, o'sha doridan qaysi ma'noda foyda olishni o'ylaydimi? Men o'ylayman, unaqa hamma unaqa emas. O'zini ishini hurmat qilgan, o'zini karyerasini, o'zini bir obro'sini yoki xalq orasida bir
tajribali vrach degan nom chiqarishni xohlagan vrachlar menimcha firma bilan ishlamaydi. Masalan, biz ham hech qanaqa firmaga aloqasi yo'q ishlaymiz. Ya'ni sizga yozib bergan dorilarni hamma aptekada bo'lmasligi mumkin, tabiiy. Hamma aptekada topolmasingiz. Nimaga hamma aptekada topolmasingiz? Chunki shaharda yoki respublikada yoki viloyatimizda proktolog degan vrach mutaxassis kam. To'g'rimi? Hamma joydan topa olmaysiz proktolog. Hamma joydan ginekolog topishingiz mumkin. Hamma joydan kardiolog topishingiz mumkin. Lekin proktolog degan vrach hamma joydan topa olmaysiz. Endi aptekalar qanaqa ishlaydi? Aptekaning ishlash sxemasi shuki, apteka bu biznes. Masalan, men meshkani olib keldim o'zimga sotish uchun-da. Bu meshkani odamlar olgani uchun olib kelib sotaman. Bu men bunga pul tikkanman, buni foydamni qo'yaman-da sotaman. Aptekaga, doriga spros bo'lmasa, so'rab keladigan odam bo'lmasa, apteker, ya'ni dori sotadigan apteker, biznesmen, u aptekaga prosta veterinariyaga dori qo'yib qo'yish uchun pul tikib qo'ymaydi. O'sha ketadigan dorini olib kelib sotadi. Ketadigan, ya'ni undan foyda keladigan dorini olib kelib sotadi. Proktolog kamligi hisobiga va proktolog o'zini yozadigan dorilari kamyobligi hisobiga, ya'ni kam odam yozgandan keyin apteka, конечно, u doktor yozmagan dorilar olib kelib qo'ymaydi. O'shaning hisobiga hamma aptekada biz yozib bergan dorilar bo'lmasligi mumkin. Bu degani doktor firman dorini yozdi, kasallik qidirdi, ovora qildi degan narsa emas. Sizga yozib bergan dori hamma aptekada bo'lmasligi mumkin, lekin bor. Toshkent shahrida, masalan, Toshkent shahrida aptekalarda bor. To'g'ri, sizni uyingizdagi aptekada bo'lmasligi mumkin, uning yonidagi aptekada bo'lmasligi mumkin. Lekin boshqa joyda bor. Chunki siz qatori davolanayotgan boshqa kasallar o'sha dorilarni olib ishlatyapti. Bo'lmaganda biz u dorini yozmasdik. Biz sizga Amerikada chiqqan bir dori haqida yozib bermaymiz. Shu Toshkent shahrida borligini bilib turib, biz har kunlik ravishda dorilarni aptekalarda qoldimi, qolmadimi, ishlayaptimi, yo'qmi, o'z dori bir sotuvga keldimi, yo'qmi degan narsani doimiy ravishda tekshirib boramiz. O'sha dorini ko'rsatib turadigan botlar bor, boshqa bor. Ya'ni sotuvda bormi, yo'qmi, shu dorilar qolmay qolmadimi degan narsani tekshirib keyin bemorga yozib beriladi. Ko'pchilik bemorlar o'sha dorilarni topa olmaydi, siz yozib bergan dorini topa olmaydi, o'rniga boshqa dori ishlatadi yoki umuman olib ishlatmaydi. Masalan, 5 ta dori yozsangiz 3 tasini yoki 2 tasini olib ishlatadi va natija nima bo'ladi? Bir haftadan keyin yoki 10 kundan keladi, men tuzalmadim, hech narsa yaxshi foyda bermadi. Mana bu xato, mana bu kamchilik. Sizga vrach nimadir dori yozib berdimi, imkon qadar o'sha yozib bergan dorini o'zini olish kerak. O'rniga boshqa olsam bo'ladi deydi. O'rniga oladigan boshqa dorining o'zi yo'q. Masalan, antibiotik Ceftriaxon. Uni o'rniga beradigan 50 xil formasi bor. Har xil firmadan chiqqan dorilar bor. Ceftriaxon har xil nomlar bilan chiqarishgan. Sizga doktor Ceftriaxon yozib bersa, o'rniga borib boshqa nomdagi dorini olsangiz bo'ladi. Sostav Ceftriaxon bo'laveradi, farqi yo'q. Nomi boshqa bilan. Nomi Anvar bo'lgan bilan sostavi Ceftriaxon baribir. Lekin biz yozib berayotgan dorilarda o'rniga o'rin beradigan dorisi yo'q. Tushunyapsizmi? O'zi beriladi. Masalan, Aurabin maz bo'ladigan bo'lsa, misol uchun, u mazni o'rniga yana boshqa beradigan mazi yo'q. U mazni o'rniga Vishnevskiy maz olib ishlatib bo'lmaydi. U maz boshqa, bu maz boshqa. Uni sostavi boshqa, buni sostavi boshqa. U boshqacha ta'sir qiladi, bu boshqacha ta'sir qiladi. Mana shu kamchilik borligi uchun ko'pchilik bemorlarimiz kasallikni o'z vaqtida davolab qutula olmaydi va natijada keyinchalik operatsiyaga muhtojlik seziladi. Shuning uchun azizlar, yana bir qayta aytmoqchimanki, qabulga kelganda, vrachning qabuliga borganda, birinchidan to'g'ri diagnostika qilish kerak. Ikkinchidan diagnostikada natijasida sizga diagnoz qo'yilgandan keyin va uni davolash uchun yozib berilgan dorilarni imkon qadar o'zidan topib, o'zidan ishlatishingiz kerak. Dorini topish birmuncha qiyin bo'layotgan bo'lsa, harakat qiling, qidirib ko'ring. Dori qidiradigan botlar bor. Masalan, eng ko'p tarqalgan, eng ommabop bot, ya'ni dori qidiradigan programma Arzon apteka degan bot bor. Arzon apteka. Uni hozir Telegramda topib olsangiz ham bo'ladi o'zining botini yoki mana telefon iPhone'larda yoki Android'larda maxsus Play Marketlarda o'sha Arzon apteka degan programma bor. Ko'chira olasiz. Dori nomini yozasiz. Dori nomini yozganingizdan keyin sizga o'sha rayoningizdami, qaysi joydami, shahardami yoki butun respublika bo'yicha dorini qidirib beradi. Shu dori bormi rostdan yo'qmi? U yerda ro'yxatlar chiqib keladi. Dorini belgilaysiz, qaysi aptekada borligini ko'rasiz, telefon qilib so'raysiz. Bo'lsa bor, olasiz, marhamat foydalanasiz. Xudo xolasa shu natijasida yaxshi bo'lib ketasiz. Lekin ikkita aptekaga kirdim, uchta aptekaga kirdim, topolmadim, bo'ldi, foydasi yo'q ekan deb oson yo'llar yurish kerak emas. Sizni oldingizda keyingi etapda operatsiya turibdi. Agar siz hozir davolana olmasangiz, keyingi etapda operatsiya qilish kerak. Sizga operatsiya qilish yoqimlimi? Operatsiyadan keyin o'ziga yarasha noqulayliklar, o'ziga yarasha qaysi ma'noda og'riqlar, epizodaliklar sizga kerakmi? Uyalmaydi. Xarajatlar-chi, operatsiyaning o'ziga yarasha xarajatlari bor. Siz masalan yozib bergan, doktor yozib bergan dorilar bilan deylik taxminan 1 millionlik dori bilan tuzalib ketishingiz mumkin. E'tiborsiz bo'lsangiz 5-6 millionlik xarajatga tushib turibsiz, ya'ni operatsiya. Endi masalan kimgadir pul qiziq bo'ladigan bo'lsa, kimgadir pul qizig'i yo'q,
Farqi yo'q, sog'liq masalasi tutilsam bo'ldi degan odamlar uchun ularga bu gapim tegishli emas. Shuning uchun azizlar, qaytarib o'tmoqchiman. Mana ko'p murojaat qilib kelishadi, siz dorilarni topa olmaymiz. To'g'ri, biz dorilar topish birmuncha qiyin, sabab hamma apteka sotmaydi. Nega hamma apteka sotmaydi? Chunki hamma doktorlar yozmaganligi uchun. Hamma doktorlar yozmagancha hamma apteka olib kelib sotmaydi, lekin sotadigan aptekalar bor. Olib kelib sotadigan aptekalar bor. Ular o'sha aptekalarni qidirib, o'sha tepada o'tgan botlar orqali dorilar qidirib topib, olib, foydalanib, kasallikni o'z vaqtida davolasangiz, ertagisiga operatsiya qilish, uni amaliyot o'tkazish hech qanaqa ehtiyoj sezilmaydi. Sizlarga bermoqchi bo'lgan qisqagina ma'lumotim shundan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling, kasalliklarni hech qachon bee'tibor bo'lmang, o'zidan o'zi yaxshi bo'lib ketadi deb o'zingizni aldab, o'zingizga o'zingiz motivatsiya bermang, yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylamang. Yaxshi bo'lgan kasalliklar bor, o'zidan o'zi, lekin bo'lib ham proktologiya, analiz sohada kasalliklari o'zidan o'zi yaxshi bo'lishi juda qiyin. Azizlar, yaxshi kunlarda, yaxshi vaqtlarda, yaxshi joylarda ko'rish nasib qilsin. Sog' bo'ling azizlar.